Juda ham ko'pchilik erkaklar tomonidan so'raladigan savol, uy sharoitida jinsiy a'zoni qanaqa qilib kattalashtirsam bo'ladi? Xo'sh, quyida sizga hozir to'liq ma'lumot beraman shu haqda. Juda ham ko'pchilik internet tarmoqlarida turli xil tabletkalar, ya'ni jinsiy a'zoni mana shuncha tabletkadan ichsang, shuncha kunda kattalashadi. Yana kurslari ham bor ularni. Birinchi oy kursini olasan, agar yechim bo'lmasa, ya'ni rezultat bo'lmasa, ikkinchi oy kursini olishing kerak. Va 3-kursda уже hech qanaqa effekt ko'rmagan odam to'g'ridan-to'g'ri tark etadi bu narsani. Xo'sh, turli xil tabletkalar. Ikkinchisi turli xil pompalar. Pompaning vazifasi faqatgina olatga vakuum bergan holatda ereksiyasini juda ham kuchliroq bo'lishini ta'minlab beradi. Sizda anatomiya bor. Anatomiya qanaqadir vakuum bilan prям katta a'zoni yasab qo'ya olmaydi yoki o'stira olmaydi. Noto'g'ri qo'llangan holatda sizda travmalar bo'lishi mumkin. Siz qo'llagan vaqtingizda yoki qanaqadir tanishingiz qo'llagan paytda xuddiki a'zosi katta bo'lgandek ko'ringan bo'lishi mumkin. Ba'zi yoshi kattalarda esa oldin katta bo'lgan, masalan 15 bo'lgan, qalinroq bo'lgan va yoshi o'tganda semirib nima qilib qon aylanishida muammolar kelib chiqib, masalan 13 bo'lib qoldi deydigan odamlar ham bor va ular pompadan foydalangan vaqtda xuddi 15, даже undan ham kattaroq holatga ega bo'lishadi. Bunda nimaga bunaqa sabab bo'ladi deganda, xuddi oldingidek qon bilan to'lmayapti uning a'zosi, to'lmayotgan edi, turli xil muammolari bor edi. Vakuum pompa orqali esa qonni maksimal tortgan holatda ereksiya maksimal shakllantiriladi. Lekin siz pompani to'xtatganingizdan keyin ma'lum vaqt o'tib u ham yo'qolib ketadi. Shunday ekan, uni noto'g'ri foydalanishdan ham saqlanish kerak bo'ladi. Xo'sh, endi turli xil gellar. Turli xil gellar natijasida uni ham o'zlariga yarasha rejimlarini yaratib qo'yishgan. Masalan, bir mahal, ikki mahal, bir hafta qil, bir kun dam ol, bunaqa har xil tipa ishonchli chiqishi uchun. Lekin hech qanday gellarni ilmiy isboti yo'q unaqa. Masalan, aynan mana titan gellar deymiz, shu podobniy gellar unaqa isbotlanmagan hisoblanadi. Maxsus kremlari bor, ularning ham o'sha tarkibida gormonlar saqlaydigan kremlari bor. Ularni faqatgina mutaxassis tavsiyasiga ko'ra foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi va ular ham siz kutganchalik juda ham kuchli jinsiy a'zoning kattalashishiga sabab bo'lmaydi. Keyingisi bu ekstenderlar. Ekstenderlar haqiqatan tajribada, ya'ni uzoq yillik tajribalarda o'z natijasini ko'rsatgan, lekin ularni doimiy taqib yurish kamida 1, 2, 3 yil, ba'zilarda ana shuncha muddat taqib yurganda ham jinsiy a'zosining uzayganligini sezishmaganligini ta'kidlashgan. Ekstenderlarning ham turlari bo'ladi va aynan ekstenderlar jinsiy a'zoni uzaytirishga qaratilgan bo'ladi. Va yana bitta ma'lumot, o'sha ekstenderlarni ko'proq ligamentotomiya amaliyoti, ya'ni o'sha jinsiy a'zoni ko'tarib turuvchi payni qisman kesgandan keyin taqilsa juda ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'sha qisman kesilgan payni, masalan, tasavvur qiling, mana shunaqa pay jinsiy a'zoni ushlab turibdi to'rtalasi. Mana shu 3tasini kesib qo'ysangiz, tipa mana bunaqa bo'lib ochiladi orasi. Ochilgandan keyin mana bunaqa bo'lib cho'zildi. Tasavvur qiling, mana bunaqa turgan narsa mana bunaqa bo'lib cho'zildi. Mana shunaqa holatda ekstender taqilsa, bu yana ham uzayishga olib keladi va realniy natijaga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. O'shanda ham ekstenderlarni to'g'ri tanlash, to'g'ri taqish usullariga rioya qilish kerak bo'ladi. Ligamentotomiya amaliyotlari agar osilgan holatda jinsiy a'zoni 3-5 santimetrgacha hattoki uzunlashtirishi mumkin. Endi u sizni ichga, ya'ni har bitta odamda har xil bo'ladi. Kimdadir 1 santimetr berish ham mumkin. Bu endi sizda ichkari sohada qancha qism saqlanganligi, yashirinib turganligiga bog'liq bu narsa. O'shani chiqarib beradi. Osilgan holatda 3-5 santimetrgacha ham uzayishi mumkin, ba'zilarda 2 santimetr. Chunki tabiiy jinsiy a'zoning kichkina bo'lishi ham mumkin. Masalan, 12-19 santimetrli jinsiy a'zolar ham bor. Ular 3-5 santimetrni kutishi bu noto'g'ri hisoblanadi. Masalan, jinsiy a'zosi uzunlar bor haqiqatdan ham, o'zi masalan 15, 16, 17 santim yana ham uzunlashtirishga xohlashadi. Ularda realniy juda ham kuchli, sezilarli darajada natija bo'ladi. Va osilgan holatda bu 2-3 santimetr beradigan bo'lsa, turgan holatda kamida 1-1,5, ya'ni 50% gacha bo'lgan holatda uzaytirishga erishish mumkin. Va ma'lum vaqt o'tgandan keyin vrach tavsiyasiga binoan maxsus ekstenderlarni doimiy o'sha belgilangan muddatda
taqish natijasida bu ereksiyadagi holatni yana ham uzaytirish imkoniyati bo'ladi. Xo'sh, shunday ekan, sizda agar jinsiy a'zoni uzaytirish yoki qalinlashtirish, kattalashtirish umuman holatlari, ya'ni xohishi bo'ladigan bo'lsa, uni faqatgina ishonchli, turli xil manbalardan tekshirgan holatda, chet el ma'lumotlarini o'rgangan holatda bu ishni qilishni tavsiya qilamiz sizga va albatta mutaxassis bilan. Ya'ni mutaxassis degani bu onlayn продажада o'tirgan sotuvchi emas. Uni kimligi ham ma'lum emas. Haqiqiy mutaxassisga murojaat qilgan holatda bu qanaqadir mahsulot gellardan yoki bironta apparatlardan foydalanishni tavsiya qilamiz, что sizga ertaga kelajagingizga bu muammo olib kelmasligi uchun. Shunday ekan, agar siz jinsiy a'zoni haqiqatan rezultatda uzunlashtirish yoki kattalashtirishga xohlasangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin va biz sizga uni haqiqiy rezultatlari bilan bo'ladigan amaliyotlarni bajarib beramiz. Sog' bo'ling.